Assalomu alaykum. Bizani YouTube'da kuzatib boruvchi bizani mijozlarimiz bugun sizlarga Tigo 7, ya'ni Cherry Tigo 7 ni eng full pozitsiyasi haqida kichkina mini obzor yoki to'liq mini obzor olib boramiz. Bu mashinani aytishdan oldin sizlarga bitta narsa aytib o'taman. Bu mashinani ko'rib turgan mashinani oyiga 2 million to'lab xarid qilsangizlar bo'ladi. To'liq ma'lumotni videoning oxirigacha ko'ring, oxirida aytib o'taman. Tigo 7 ga qaytadigan bo'lsak, oldi ko'rinishlari bahaybat qilib ishlangan. Ko'ryapsizlarmi? Mana bu faralari Tigo 8 Pro Max ni eslatadi. Xuddi Tigo 8 Pro Max ni eslatadi. Mana bu ichidagi linzasiga keladigan bo'lsangiz, rulini o'ngga chapga burganingizda buriladi. Ya'ni ko'rinmaydigan joylarga qarab, mashina burilmasa ham mana bu linza buriladi. Ya'ni yoriq qilib beradi. Yo'lingizni maza qilib ketasiz. Mana bunga ahamiyat bering. O'zgacha dizayn hamda oldingi parktroniklari va bu tumanda yoritib beruvchi chiroqlar bilan jihozlangan. Bu ham LED yonadi. Ya'ni galogen, sariq, boshqa rangda yonmaydi. Bu ham LED yonadi. Umuman qilib aytganda, motor tagida, ya'ni kapotimizni tagida bizning motorimiz 1.5 motor bilan jihozlangan, 4 ta silindrli, 147 ta ot kuchiga ega 1.5 lik motor bor. Mashina EcoSport hamda normal rejimlarda harakatlanadi. Bu mashina umuman aytganda kimga mo'ljallangan? Bu mashina hamma oilali erkaklarga, ya'ni o'sha 35, 40, o'sha 40 dan oshgan oilali erkaklarga mo'ljallangan. Nimaga oilali erkaklarga deyapman? Ya'ni oila uchun mo'ljallangan mashina. Oilangizni 5 ta odam bilan jihozlangan. Ichida ya'ni 5 ta odamga o'rindiq bor. O'sha oilangizni olasiz, toqqa borsangiz ham bo'ladi, shaharni aylansangiz ham bo'ladi. Kechki payt aylanib, mana bu panoramani ochib qo'yib, maza qilib kechki shaharni ham aylansangiz bo'ladi. Mashina yo'l tanlamaydi, shaharda ham yuraveradi, ishga ham boraverasiz, ishdan o'qishga ham boraverasiz, o'qishdan boshqa to'ylarga ham boraverasiz. Faqat yaxshi kunlaringizga oilali erkaklarga mo'ljallangan mashina hisoblanadi. Endi keling, yon tomonidan bitta ko'rib chiqamiz. Bu ya'ni restyling. Restyling degani nima? Restyling ya'ni yangilangan versiyasi hisoblanadi Tigo 7 Pro ni. Diskasini qarang. Diskasi juda ham chiroyli ishlangan. Siz aytishingiz mumkin, turgan joyida bu hozir unaqa chiroyli emas-u, lekin imенно mana shu dizayni yurgan paytida juda ham chiroyli bo'ladi. Juda ham chiroy beradi. Ko'chada bir ko'rib qolsangiz, mana shu ahamiyat bering, yurganiga diskasi juda ham chiroyli. Hamda ahamiyat beramiz, 5 ta bolt bilan qotirilgan, ya'ni 5 ta gayka bilan qotirilgan, bu xavfsizlikni ustunligini yetadi. Ya'ni 4 ta emas, 5 ta. Nimaga imенно 5 ta? Eng qimmat, eng zo'r, eng xavfsiz mashinalarda hammasi 5 ta bolt bilan qotirilgan bo'ladi. Ya'ni xavfsizlik birinchi o'rinda. Xo'p, endi buni ham o'sha albatta bu o'zimizni boyagi yig'iladigan pavorotniklari, mana pavorotnik ham bizda yonadi. Pavorot o'ngga chapga yo'g'aningizda hamda 360 kameralar bilan jihozlangan. Ichi umuman boshqa dunyo. Keling, ichini ko'rsatamiz. Ichidagi dizaynni bitta ko'ring. Ichidagi dizayn umuman boshqacha dizayn. Mana bu joyini bitta ko'rsating. Mana shu joyi bilan mana shu joyini ko'rsating. Umuman boshqacha ishlangan. Akvaprintlari zavod tomonidan ishlangan. Buni hech kim olib borib tuning qilib hech qancha qilishlatmagan. Bu zavod tomonidan, zavodskoy akvaprintlar bilan ishlangan. Umuman boshqa narsa. Endi keling, bitta 7 Pro ga qo'shilgan funksiyani aytaman. Mana shu restylingida pamять sideniya, ya'ni sizni eslab qoluvchi sideniyalar. Mana bu nimaga 3 ta? 3 ta bizda birinchisi o'zingizga mo'ljallaysiz. O'zingizga, misol uchun, bemalol tepaga pastga qilasiz-da, bitta bo'lsangiz siz o'tirgan sideniya sizni eslab qoladi. Ayolingiz haydaydigan bo'lsa, ikkini bitta bo'lsa, ayolingizni eslab qolgan sideniya ayolingizga moslashadi. O'g'lingiz ham endi 18, 19, 20 yosh prava olgan-ku, o'g'lingiz ham haydaydi-yu endi. O'sha paytda 3 ni bitta bo'lsa, o'g'lingizga ham mo'ljallanadi, sideniya o'g'lingizga moslashadi. Ya'ni 3 ta odamga bemalol moslasangiz bo'ladi. Bu mashina endi bizda crossover hisoblanadi, ya'ni городской crossover, ko'chadan tashqari, yo'ldan tashqarida yuradi. Mana bu funksiya bilan jihozlangan. Boshqa sedan mashinamizda yo'q funksiya. Bu ko'chaning tilida горный funksiya deyiladi. Ya'ni tog'dan pastga qarab tushayotganingizda, spustdan pastga qarab tushayotganingizda, tepalikdan, o'shanda buni bosib qo'ysangiz, mashina pastga tez ketib qolmaydi. O'zi sekin yurib boraveradi. Hamda bu joyda bagajni ochib yopsa bo'ladi. Ahamiyat bering, katta splashnoy ekran bilan jihozlangan. Oldingi Tigo 7 ning birinchi chiqqanlarida multimediyasiga alohida, tablosiga alohida ikkita monitor bilan jihozlangan. Endi esa bunda zamonaviy mashinadagi haqqi bizda katta ekran bilan jihozlangan. Rulimiz, ya'ni ko'chani aytganda anatomический rul deyiladi. Ya'ni ixcham mana bu joy уже aylanan shaklda emas, boshqa shaklda ishlangan. Ya'ni sportivniy rulga ham o'xshab ketadi.
Nimani eslatyapti? Bitta qarang. Nimani eslatyapti? Qaysi rulni eslatyapti? Bitta o'zingiz qarab, kommentariyada yozib keting, qaysi mashina rulni eslatganligini. Juda ham znamenity, eng znamenity brend mashinadagi ruldan shundoq o'xshaydi. 100% o'xshaydi. Kommentariyada yozib keting, qaysi mashina ruliga o'xshaganligini. Mana bu tomon albatta cruise control limitga, mana bu mashinada aytgancha limit control funksiyasi qo'shilgan. Bu belgilangan tezlik 70 ni bitta belgilab qo'yasiz, bo'ldi. Mashina gaz bossangiz ham 70 dan oshmaydi. Maza qilib, radarga ham tushmaysiz. Endi 60 belgilab qo'ying, radarga ham tushmaysiz. Hamma joyda maza qilib, radar straplarsiz maza qilib yurasiz. Bu tomonimizda bizda albatta mana bu multimediaga, ya'ni qo'shiqni alishtirsangiz bo'ladi, kimdir telefon bo'lsa Bluetooth orqali gaplashsangiz bo'ladi, gaplashib o'chirsangiz bo'ladi. Bu o'sha funksiyalar bilan jihozlangan. Endi mana bu barni konsoliga alohida to'xtalib o'tamiz. Kamerani shunday yaqin olib kelib, mana bu joydagi sherni bitta ko'rsating. Ya'ni bizda korobkada mana bu sherni bitta ko'rsating. Juda ham chiroyli ishlangan mana. Buni ichida naklika emas, ichida bu. Mana shuni ichida, ya'ni xrustalniy qilib ishlangan, ichida sherni rasmi qoldirilgan. Bu dizayniga o'zgacha dizayn bergan. Bunda ham xuddi shu, mana bu joyda yozilgan, kechqurun yongan paytda yonadi. PNRni bemalol D ga R ga olganingizda bemalol yonadi. Endi mana bu orqali siz rejimlarni alishtirsangiz bo'ladi. Sport, eko, normal rejimlarga bemalol alishtirsangiz bo'ladi. Buni bardachogida bizda endi охлаждение, ya'ni sizni yozgi kuni suvingizni konditsioner ishlagan paytda salqin, yaxta qilib beradi. Ya'ni isib ketmaydi, yaxta maza qilib ichadigan darajada qilib beradi. Yoki qishni kuni pechga yoqasiz-ku, o'sha paytda suvingizni ichadigan darajada muzdek bo'lmaydi, muzlab turmaydi, o'sha suvingiz ichadigan darajada bo'lib turadi. Ichki dizayn juda ham shu, katta panoramasi bor. Katta panoramasi mana shu joygacha ochiladi, orqasigacha shturkasi ochiladi. Bemalol kechki shaharni siz kuzatib borishingiz mumkin. Ya'ni katta binolar, osmondagi yulduzlarni bemalol kuzatsangiz bo'ladi. Albatta endi sizni ochkingiz bor, ochki taqmasangiz bo'lmaydi yozning kuni. Mana bu joyga sekin ochkini solib qo'yib, maza qilib yursangiz ham bo'ladi. Bu imенно ochki solishga mo'ljallangan joy hisoblanadi. 7 Pro da bizda mana bu joyda qo'shimcha qilingan. Bunda ochadigan bo'lsangiz, mana bu joy hammasi yonadi. Ya'ni katta oyna hamda mana bu yonadi. Endi aslida bu narsa bizga emas, erkaklarga emas, ayollarimizga kerak bo'ladi. Bu tomonda o'sha narsa bilan jihozlangan. Tashqi ko'rinishini bitta ko'ramiz. Tashqi ko'rinish ko'rib turibsizlar. Mashinaning razmeri bir 5 sm ga enidan 5 sm uzunligidan, ya'ni uzaytirilgan. Hamda og'irligiga, og'ir metaldan ishlab, og'irligiga, vazniga vazn ham qo'shilgan. Qancha mashina og'ir bo'lgan sari shuncha yumshoq yuradi. Ya'ni kichkina katta hamlarni sezmasdan maza qilib o'tadi. Orqasini ham bitta ko'rsatamiz. Keling. Orqa tomonimiz, men oxirgacha qilgan paytimda, mana o'tirdim, oxirgacha qilib, mana shuncha joy bor. Bemalol sig'adi, maza qilib o'tirsangiz bo'ladi. Bunda ham 4 ta eshikda kolonkalari hamda har bitta eshikda o'zining pichalkalari bor. Ya'ni siz eshitayotgan muzikani, sizga yoqqan qo'shig'ingizni chiroyli qilib bu filtrlab beradi, maza qilib eshitasiz. Orqa tomoni endi bu boshqa dunyo. Buni so'z bilan ta'riflash ojiz. Qarang, mana bu tunda yongan paytda siz orqasidan buni qanaqa mashinalarga bilmaysiz. Juda ham zo'r yonadi. Bitta uzun bo'ladi-da, monoglazi uzun, chiroyli yonib beradi. Orqa tomonda bizda albatta 360 kameralari hamda parktronik datchiklarimiz hamda bizda tumanga qarshi chiroqlar bilan jihozlangan. Siz aytishingiz mumkin, buni gulshtili hatto buni gulshtili mana bu ikkita dizayn qo'shishi gulshtilini bizda yerga qaratilgan. Ko'ryapsizmi? Kattagina yerga qaratilgan. Ya'ni tashqariga chiqmagan, yerga qaratilgan. Mana bu narsalar buni orqa dizayniga boshqacha dizayn bergan. Ya'ni bu bizda Cherry Tiggo 7 Pro ni yangilangan versiyasi hisoblanadi. Xuddi shu mashinaning yangilangan versiyasini birinchi pozitsiyasi ham bor. 7 Pro ni. Ular 7 Pro Live deyiladi. Ular bilan buni farqi ichkidagi monitori, boya ko'rdingiz, katta monitor. Bunda katta bitta splashnoy monitor bo'ladigan bo'lsa, bunda ikkita kichkina alohida monitor. Endi birinchi pozitsiya bo'lgandan keyin nimadir joyi qanaqadir bir-biridan farqi bo'lishi kerak. O'shaning evaziga bu birinchi pozitsiya, bu esa ikkinchi pozitsiya hisoblanadi. Boya aytib o'tganimdek, mana shu mashinani oylik to'lov 2 milliondan xarid qilsangiz bo'ladi. Albatta bu mashinani xohlagan to'lov usulida xarid qilsangiz bo'ladi.
Ya'ni birinchi bo'lib naqd xarid qilishingiz mumkin yoki bo'lmasam siz bo'lib to'lashga, ya'ni рассрочкаga xarid qilishingiz mumkin yoki bo'lmasam 100% пересыльныйga, ya'ni firmangiz bo'lsa yoki bo'lmasam lizingga siz черный спискda bo'ladigan bo'lsangiz, ya'ni banklar pulni to'lamasdan og'ayningizga pul olib berib, siz черныйsiga tushib qoladigan, aybdor bo'lib qolgan bo'lsangiz, buni ham muammosini topamiz. Mana shu ko'rgan, tanlagan mashinangizni lizing orqali ham рассрочкаga chiqazib beramiz. Endi 2 milliondan siz qanaqa bo'lishi deb so'rashingiz mumkin. 2 milliondan to'lash uchun oylik to'lovni siz albatta Cherry Sampiga tashrif buyurishingiz kerak. Pasportingiz bilan tashrif buyursangiz, bizadagi bankir xodimlariga sizni tekshirtirib, agar sizga o'sha beradigan, ya'ni sizni istoriyangiz zo'r, hammasi chotki bo'ladigan bo'lsa, bankirlarimiz sizga 5 yilgacha bo'lib to'lashga sizga рассрочка qilib beradi. Albatta to'liq ma'lumotni olish uchun pastdagi raqamlarga telefon qiling yoki bo'lmasa primoy bizaga o'zimizni manzilga avtosalonga tashrif buyuring. Bizning manzil Toshkent shahar Yunusobod tumani Jaydari chaqib aytaman. Agrar chorrahasidan o'tganingizda Sampi bank ro'parasida joylashganmiz orientir. Yoki bo'lmasa shunday Google kartami, Yandex kartami Cherry Sampi deb yozsangiz primoy bizani oldimizga olib keladi va o'zim kutib olaman. Kerak bo'lsa va chiroyli qilib mashinasiga tushuntirib berib va o'sha qulay shartlar bilan sizga bankdan adabrini olib, mashinani bir kunda haydab ketasiz. Eski mashinangiz bo'lsa ham u ham muammo emas. Olib kelasiz, trading qilamiz, sotamiz, mashina shet o'zida olib qolamiz-da. Mana shu mashinani orqamda turgan yangi mashina bilan maza qilib chiqarib ketasiz. Maza qilib haydab yurasiz. Siz bizaga kelgandan keyin hech qayerga yugurmaysiz. Bankka boraman, notariusga boraman yoki bo'lmasa boshlang'ich qidiraman. Hech qayerga bizani sotuv bo'limidagi menejerlarimiz hamma ishni sizning o'rningizga qilib beradi. Siz borib, qo'l qo'yib, o'sha menejer bilan birga borib, va Face IDdan o'tib bersangiz, bo'ldi. Biz sizga hujjatni mashina taxlab beramiz. Maza qilib mashina haydab ketaverasiz. Bizani shoxtimiz, eslatib o'taman, yana bir bor, ertalabki 9:00 dan kechki 8:00 gacha, ya'ni 20:00 gacha. Yakshanba, shanba dam kunlarisiz bemalol tashrif kelaverasizlar. Biz sizni kutib qolamiz.